Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Mehrikul obunachilari, bizni kuzatib borayotgan muxlislar. Mana men qir adirlarni ko'rsatyapman. Buni ko'rsatishimdan maqsad biz Toshkent viloyati Ohangaron rayoniga keldik safar bilan, xudo xolasa. Qaranglar, nihoyatda bir O'zbekistonimizni go'zal go'shalari bor ekan. Ko'rib nihoyatda o'zimizni tanamizga quvvat oldik. Xo'p, akalar, endi mana shu yerda bitta chiroyli ishlarimizdan biri tandirimiz. Xudo xolasa mana bu tomondan ko'rsatib o'tamiz. Tandirimizni chiroyli qilib shlaka blokdan qildik. Juda chiroyli chiqdi. Mana ichida ko'mirlar yonyapti. Sizlar oltinda singari yiltillab yonyapti mana. Xudo xolasa. Bu tomondan ko'rinishlari shlaka blokdan qildik tandirimizni, xudo xolasa. Xo'p, azizlar, endi mana shu tomonda ledni yozgi ko'hnamiz, xudo xolasa. Nihoyatda bir chiroyli bo'lib, mana suvlardan ko'rsatay, suvlar qanaqa qaynayotganini. Azizlar, qaranglar qanaqa yonishini. Mana hamma qozonlarda suvlar qaynayapti. Mana azizlar. Mana 3 ta qozon tushdi batga, xudo xolasa. 3 ta qozonimizga 200 ta azbest turpa qo'ydik. Nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Mana Mehrikul obunachilari kommentariyada yozinglar, qanaqangi savollar bo'lsa. Mana bizi muxlislarimizdan biri, to'g'rirog'i hoji onamizdek bo'lib qoldi. Xonadonlarida mana shu ishlarni qildik. Xursand bo'ldik, mehmon ham qildilar. Mana hoji onamiz, hoji ona, ko'ngildek bo'ldimi? Rahmat, borlaringga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldim. Ilohim topganlaringga, do'stlaringga, umrlaringga Alloh baraka bersin, ishlaring barobar bersin. Aytganingiz kelsin. Hamisha yuzlaring yorug' bo'lsin, bolalaring rohatini ko'ringlar. Xudo xolasa. Rahmat, borlaringga shukr. Men YouTube kanalidan ko'rib, bularni har doim kuzatib bordim. Ular bilan bir haftaning ichida gaplashib, ularni chaqirdim. Rahmat, borlarga shukr. Taklifimni rad qilmadi. Keldi, mana bir kun kecha obeddan kelgan bo'lsa, mana bugun kechgacha mana ishlarim tugatdi. Rahmat, juda men xursandman. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, hojona. To'ylarga, yaxshi kunlarga maza qilib ishlating. Ilohim. Har ishlatganingizda bitta duo qilib qo'ysangiz, xudo xolasa. Albatta. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ilohim aytganingiz kelsin, onaginam sog' bo'ling. Mana azizlar, mana ishimizni xudo xolasa yakunladik. Chiroyli chiqdi. Bu katta qozonimiz, o'rtacha qozonimiz, kichkina qozonimiz. Mana azizlar, nihoyatda chiroyli bo'lib, endi bitta tutun tortishni ham bir hamma insonlarga qiziq bo'lgan jarayon. Mana azizlar, uzoqdan ko'rsatay. Tutunni pelesosga o'xshab so'rayapti. Inshaalloh. Xudo xolasa. Azizlar, mana xudo xolasa, kichkina qozonimizni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Xo'p. Mana azizlar. Ishlar yo'q qo'yamiz mana. Mana kichkina qozonimiz. Katta qozonimizni ham bitta ko'rib qo'yaylik mana azizlar. Alangani ichiga so'rayapti mana. Tashqarida tutunni ichkariga olib kirib ketyapti, xudo xolasa, inshaalloh akalar. Mana suvlarimiz mana ozgina o'tin bilan qaynadi, hojona. Albatta. Mana hozir yoquvdik. 2 minut vaqt o'tmadi. Birpasdan suvlarimiz qaynab ketdi, lekin 4 ta o'tin soldi ichiga. Albatta. Rahmat, qo'llar dard ko'rmasin. Xudo xolasa. Maza qilib endi yaxshi kunlarga ishlatib, Rahmat, aytgan. Sog' bo'ling, ilohim omon bo'ling. Eson-omon yetmoqingizlar sizlarga. Xudo xolasa. Mana azizlar, telefon nomerlarimiz bor. Biz Telegram kanallarimiz, WhatsAppimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Mehrikul oldi kuzatishda davom etinglar. Tandir hammasidan ham bo'laycha bo'ldi mana. Tandirimiz juda bagadi bo'lib, yelkali tandir bo'ldi. Shu tomonga shu tandirimiz. Mana azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar.
Obuna bo'lish esdan chiqmasin.